Hammaga salom do'stlar, bugun men sizlar bilan Suxalla Display kanali akalar bugungi video rolikimizda sizlar bilan birgalikda Primes Live studiodan qanday qilib stream qilishni o'rgataman. Ko'p kishida bilsalar, stream qilayotgan vaqtda off degan belgi chiqib qoladi. O'chib qolish belgisi bo'ladi. Stream yonadi-yu, risk yana o'chadi. Shuni men sizlarga o'rgataman. Qarang. Primes Live ga kirib olamiz. Sizlar birinchi marta kirayotgan bo'lsalar, albatta registratsiya so'raydi. Registratsiyaga o'tasizlar. O'zlaringiz Gmail'laringizni, o'zlaringiz Gmail parollaringizni o'zlaringiz Gmail parollaringizni va o'zlaringiz Gmail'laringizni kirgizganlaringizdan so'ng mana shunaqa narsa chiqadi. Uch xil narsa: VTuber, kamera, skanner degan narsa. Albatta har bir narsaga e'tibor beringlar. Masalan, mic on. Mana shunga e'tibor beringlar. Bu yoniq turishi shart va zarur. Mana bu narsalar hech qaysiga teginmaysizlar. Xo'sh, keyinchalik bizda mana nastroykasi bu. Bu nastroyka nima qiladi? Bu nastroykada sizlar screen buni 16:9, ya'ni YouTube'da katta videolarda, bu esa shorts formatda olasizlar. Nima chiqamiz. Keyin endi streamni nimasini o'rgataman. Xo'sh, screen setting. Mana bunga kirib qo'yasizlar. Bu yerda nima qilishlari mumkin? Mana bularni belgilab turib, videoni pauzaga qoldirishlari mumkin. Mana stream starting soon. Be right back. Mana shunday narsalar chiqarsalar bo'ladi, lekin bu sizlarga kerak bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Xo'sh, reading bosasizlar. Mana bunday oyna chiqadi. Mana bu 1080 HD da sizlar o'zlaringizni nimalarni to'g'rilarsalaringiz bo'ladi. Mana buni 3500 bitritga olib ketgan. 4000 bitrit eng yaxshisi va eng zo'ri. Agar sizlarning Wi-Fi'laringiz, routerlari kuchli bo'lsa, maksimal 600 bitritgacha qo'ysalaringiz bo'ladi. Lekin men uchun 4000 bitrit eng yaxshisi. Xo'sh, Adaptwise bu videoni grafikasiga ham bog'liq. Entertainment bu stream boshlanish sekundi. Bu 30 FPS, 60 FPS ochilmayapti menga. Nimadirga buni bilmayman. Xo'sh, buni o'rgatdim. Xo'sh, endi qaranglar. My channels degan joyga men o'zlaringiz yana bir 4 ta 5 ta kanallaringiz bo'lsa chiqarib qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu yerda esa premyera qilib qo'ysalaringiz bo'ladi. Masalan, Creative Studio'ni bosalaringiz, yangi streamni qachon qilishlaringizni premyera qilib qo'ysalaringiz bo'ladi va Go Live deb bosamiz. Yana bitta narsa akalar. Albatta, meniki Samsung A13 bo'lganligi uchun telefonim, mana bu yerda mikrofondan foydalanish degan narsa bor. Mana shu narsadan bo'lsa sizlarda ham Go Live deb bosasizlar. Buni o'chirib turib Go Live deb bosasizlar, keyin yoqishni so'raydi. O'sha vaqtda yoqasizlar yana. Yoqqanlaringizdan keyin stream davom etadi. Endi Go Live deb bosam. To'xtating. Go Live deb bos. Bekor qilib turdi. Go Live deb bosishdan oldin men bu yerda sizlarga o'rgatmadim. Har xil o'yinlar stream, masalan, mana gameplay. Rasm qo'yish. Mana bunaqa rasmni qo'ysalaringiz bo'ladi. Masalan, mana rasm stream boshlandi. Chillaydiz bu yerda ham mana premyera bu. Premyerani vaqtda publichga qo'yib qo'yinglar. Globalniy odamlar ko'rishi. Not kids qilinglar, maslahatim. Chunki sizlarning videolaringiz kidsdagi bolalarga mos bo'lsa, faqat bolalar uchun nima qilib qo'yadi. Rekka olib chiqish qiyin bo'ladi. Orada o'zlaringizni keyin yo'nalishlar tanlaylar. Masalan, gaming. Yo'nalish tanlab qo'yinglar o'zlaringiz. Bu ham eng muhim narsalardan biri. Bular keraksiz narsalar. Xo'sh,
Go live ni bosamiz. Yes ni bosamiz. Bu boshlashni bosganimizdayoq mana Premise Live orqali yozib olish yoki translyatsiya boshlaysizmi? Premise Live ekranda chiqib yoki yozib olish va translyatsiya vaqtida ijro etilgan barcha axborotlar ruxsat olinadi. Bu axborotlar parollari, to'lov tafsilotlari, rasmlar, xabarlar va ijro etilgan auditoriyalar iborat bo'lishi mumkin. Mana shuni boshlashni bosganlaringizdan stream boshlanadi. Hozir men boshlamayman chunki kerak emas. Xo'sh, sizlarda off chiqayotgan bo'lsa, har doim mana bu yerdagi nastroykaga qaranglar. Mana mic on yoniq bo'lgan bo'lishi kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa sizlarniki off bo'lib qolaveradi. Keyin mana bu yerdagi nastroykalarni to'g'ri to'g'rilaylar, keyin men aytgandek mana bu mikrofonni bir o'chirasizlar-da, go live ni bosib, yana bir qayta yoqasizlar, o'shanda stream hech qachon o'chmaydi. Xo'sh akalar, agarda tushungan bo'lsalaringiz, men bag'oyatda xursandman. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalchalarga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan Mansuxa Let's Play kanali bo'ldi. Xayr, sog' salomat bo'ling.